Barkamol insonlar dunyoga kelibdilarki, doimo ezgulikka, xayrli ishlar qilishga, o'z vatanlarini gullab yashnashi uchun xizmat qilishga kamarbasta bo'ladilar. Nasafiylar yurti bo'lgan Qashqa vohasida ham ko'plab allomalar, yurtimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk shaxslar yetishib chiqqan. Filmimiz qahramoni Nuriddin Zayniyevich Zayniyev nafaqat Qashqadaryo, balki butun O'zbekiston futboli tarixida o'chmas iz qoldirgan insonlardan. Qashqadaryo viloyati futbol jamoalari erishgan yutuqlarda bu insonning ulkan xizmatlari bor desak yanglishmaymiz. Nuriddin Zayniyevich Zayniyev. Bu insonning nomi tilga olinganda, uni tanigan insonlar ko'z oldida eng avvalo millionlar o'yini bo'lgan futbol. Vohaning yetakchi jamoalari Nasaf, Mash'al, Sho'rtan futbol klublari gavdalanadi. Men u kishini nafaqat bir vatanimiz ravnaq uchun ajoyib pishib yetilgan ajoyib rahbar sifatida el yurt orasida juda katta ovra e'tibor qozongan inson sifatida u kishini haqiqiy inson sifatida juda katta harflar bilan hurmat qilaman. Chunki u kishi el e'zozidagi odam, inson edi. U kishini hamma yaxshi ko'rar edi. Chunki u kishiga xos bo'lgan kamtarlik, o'z ishini puxta egallagan ajoyib rahbar bo'lish bilan birgalikda xalqni biror tadbiridan chetga qolmas, xalqning dardi bilan yashagan ajoyib rahbar edi. Muborak texnologik transport va maxsus texnikalar korxonasining rahbari Bahrom Vafoyevning sa'yi harakatlari tufayli 1982-yili Mash'al futbol jamoasiga asos solindi. Uning birinchi homiylaridan biri tuman gazni qayta ishlash korxonasi direktori Nuriddin Zayniyevich Zayniyev bo'lgan. Bu insonning voha futboli rivojiga qo'shgan ulkan xizmatlari zamondoshlarimiz xotirasidan aslo o'chmaydi. Mashhur futbol sharhlovchisi Husan Temirov ham Nuriddin Zayniyev yonida doimo kamarbasta bo'lib turgan insonlardan. Inson xotirasi aziz. Ana shu xotiraning o'zi ham insonning nechog'lik buyukligini, el, yurt, vatan tashvishi yo'lida olib borgan katta buyuk ishlaridan darak beradi. Nuriddin Zayniyevich haqida xotiralarimni varaqlaganda ko'z o'ngimda soddadil, bag'ri keng, kamtarin, xalq dardi bilan, tashvishi bilan yashaydigan ajoyib inson gavdalanadi. Professional futbol jamoalari o'zlarining sport bazalariga hamda bolalar futbol akademiyasiga ega bo'lishlari shart. Buni yaxshi tushungan Nasaf jamoasi 2009-yilda o'z akademiyasini ishga tushirdi. 2010-yildagi futbol mavsumining ikkinchi davrasidan jamoaga taniqli ukrainalik mutaxassis Anatoliy Demyanenko taklif etilgach, futbol akademiyasiga ham Ukrainadan
Sergey Petrovich Kucherenko taklif etildi. Uning rahbarligida 1994-95 yillarda tug'ilgan akademiya tarbiyalanuvchilari o'z tengqurlari orasida 2010-yilda mamlakat chempionligini qo'lga kiritdi. Я приехал в Узбекистан по предложению. Meni O'zbekistonga futbol maktabini tashkil etish maqsadida taklif etishdi. Bu sohada menda ma'lum tajriba bor edi. Chunki men Odessa shahrida ham shunday maktab tashkil qilganman. U bugungi kungacha faoliyat yuritib kelyapti. O'sha davrdagi viloyat hokimi Nuriddin Zayniyevich bilan iliq suhbatimiz bo'lib o'tdi. Men qo'ygan birinchi masala bolalarga ovqatlanish va yashash uchun zarur sharoitlar yaratish bo'ldi. Men undan maktab va bolalar uchun barcha sharoitlar yaratib berilishi haqidagi fikrlarni eshitdim. Nasaf jamoasida 2009-yildan boshlab zarur sharoitlar yaratila boshlandi. Bugunda jamoadagi o'yinchilarning 95% o'z maktabimiz tarbiyalanuvchilari hisoblanadi. Nuriddin Zayniyevichning nafaqat Qashqadaryo, balki o'zbek futboli rivoji uchun qo'shgan hissasi shunchalik ulkanki, uni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Bu insonning hurmati uchun ham u talab qilgan va u erishgan yutuqlarni saqlab qolish lozim. Nuriddin Zayniyev tomonidan vohada futbolni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan harakatlar zoyi ketmadi. Nasaf jamoasi O'zbekiston chempionatining Oliy ligasida 10 marotaba bronza medali, 2 marta kumush medali sohibiga, 2015-yilda O'zbekiston kubogi sohibiga, 2016-yilda O'zbekiston Super kubogi sohibiga, 2002-yilda OFKning halol o'yin uchun sovrini sohibiga, 2011-yilda Osiyo Konfederatsiyasi kubogi sohibiga, shu musobaqaning halol o'yin uchun sovrini sohibiga aylandi. Mash'al jamoasi ham 2005-yili kumush, 2007-yili bronza medali sohibiga aylandi. 2006-yilda esa O'zbekiston kubogi finalida ishtirok etdi. Bugungi kunda Nasaf professional futbol klubiga aylangan. Jamoa o'z sport bazasiga va futbol akademiyasiga ega. Bu yerda yaratilgan ajoyib infratuzilma va sharoitlarga havas qilsa arziydi. Bu sharoitlar yaratilishida viloyat hokimi, Nasaf futbol klubi prezidenti Nuriddin Zayniyevich Zayniyevning xizmatlari beqiyosdir. Ishni to'g'ri tashkil etish natijasida bugunda O'zbekiston chempionatida faoliyat yuritayotgan futbolchilarning 70% Mash'al va Nasaf akademiyasi bitiruvchilari hisoblanadi. Bu insonni aytib o'tishim kerakki, o'sha Nasaf jamoamizda O'zbekiston ichki chempionatda g'olibligini juda ham istagan edi. Undan tashqari bilasizlar, o'sha Anatoliy Vasilyevich Demyanka ishlaganda jamoani oldiga eng katta vazifalar qo'yilgan edi. O'shanda o'sha yili eng katta maqsadlar qo'yilgan edi, lekin biz oxiriga kelib o'sha Osiyo AFK kubogini qo'lga kiritdik. Bundan juda ham xursand bo'lgan edi shunsa. O'shanda bilaman, pechinishxonasiga kirib bolalarni futbolistlardek qilib tabriklagan edi. Shunchalik xursandchiligidan bir o'zini qo'yarga joy topolmay, bir oliy maqsadiga yetishgan insonga o'xshatardik. O'shanda eslayman. O'sha Demyanka bilan bo'lganda ham, bo'lmasa Demyankaning kuchli mutaxassis, ya o'zimiz ishlaganda davrda ham shu narsaga amin bo'lardik. O'sha o'yinga tarkibni tanlashda yoki bir tarkibni muhokama qilishda bevosita o'zi qiziqib shu narsaga bir juda katta e'tibor qaratardi. Mashhur murabbiy Valeriy Lobanovskiyning sobiq ittifoq va Ukraina futbolidagi o'rni beqiyosdir. Uning rahbarligida Kiyevning Dinamo klubi sobiq ittifoq va xalqaro o'yinlarda juda katta yutuqlarga erishgan.
jamoa bir necha marta ittifoq birinchiligida, 1975-yilda Yevropa Kubogi egalari kubogida hamda Yevropa Super Kubogida g'olib chiqqan. Valeriy Lobanovskiy bir necha yil sobiq ittifoq terma jamoasini boshqargan. Dinamo jamoasida va ittifoq terma jamoasida ham uning shogirdi Anatoliy Demyanenko eng mohir o'yinchilardan biri bo'lgan. Bu o'yinchi tomonidan urilgan ajoyib gollarni katta yoshdagi muxlislar haligacha eslaydilar. 2010-yilda Nuriddin Zayniyevich mana shu mutaxassisni Nasaf jamoasiga murabbiy sifatida ishga taklif etdi. Mavsumning ikkinchi yarmida jamoani qabul qilib olgan Demyanenko rahbarligida Nasaf bronza medaliga ega chiqdi. 2011-yil jamoa tarixida eng yodda qolarli mavsumlardan biri bo'ldi. Tarkibiga bir qator iqtidorli o'yinchilarni qo'shib olgan jamoa oldiga bir yo'la 3 ta musobaqada Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogi, O'zbekiston chempionati va kubogi bellashuvlarida g'alaba qozonish vazifasi qo'yildi. Anatoliy Demyanenko qo'l ostida qarshilik futbolchilar 2011-yili Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogini, shu musobaqaning halol o'yin uchun sovrinini hamda O'zbekiston chempionatining kumush medallarini qo'lga kiritdi. O'zbekistonning Nasaf jamoasiga qanday kelib qolganingiz tarixi haqida gapirib bersangiz. Meni O'zbekistonning mashhur jamoalaridan biri bo'lgan Nasafga ishga taklif etishdi. Kiyevning Dinamo jamoasida ishlab yurgan kezlarimda bu jamoa haqida eshitmagandim. Bu chaqiruv menga juda qiziqarli tuyuldi. Buning ustiga viloyat hokimi Nuriddin Zayniyev futbolga, ayniqsa Qashqadaryo futbolini rivojlantirishga juda katta ahamiyat berishini eshitgandim. Bu inson Mash'al va Nasaf bolalar futbol akademiyalarini tashkil etishda jonbozlik ko'rsatganligidan xabarim bor. U yaxshi rahbar bo'lishidan tashqari ashaddiy futbol ishqibozi edi. Biz u bilan futbol haqida juda ko'p suhbatlashardik. O'yin bo'ladigan kunlari ertalab 7:30larda kelardi va qani aytchi, bugun qaysi taktikani qo'llaysizlar? Qaysi tarkibni o'ynatasizlar kabi savollarni berar va ishimizga omad tilardi. Zayniyev darajasidagi rahbarni futbolni sevishi va muxlislik qilishi juda muhim. Shuning uchun bu inson haqida menda iliq xotiralar qolgan. U futbolni yaxshi tushunarmidi? Ha, u futbolni sevardi va yaxshi tushunardi. Balki biz professionallardek futbolni ikir-chikirigacha bilmas. Ammo futbolni yaxshi tushunardi. U yaxshi suhbatdosh edi. Turli mavzularda uzoq suhbat qurish mumkin edi. Jamoaga kelganingizda hali hech kimni tanimasdingiz. O'yinchilar ham sizga notanish. Ularning malakasi, o'yin uslubi bilan ham notanish edingiz. Bu borada qiyinchiliklar bo'lmadimi? Albatta. Hozirgi o'zbek futboli men uchun noma'lum edi. Biroq ilgari Paxtakor jamoasiga, sobiq ittifoqdagi Ozarbayjon, Gruziya, Armaniston jamoalariga qarshi o'ynaganman. Ular texnika tarafdan mohir o'yinchilar edi. Shuning uchun bizdan jamoadagi o'yinchilarni jismoniy tarafdan rivojlantirish hamda o'yinni tashkil etish ustida ishlash talab qilinardi. O'ylaymanki, biz buni uddaladik. Ular texnika tarafdan yaxshi o'yinchilar
to'p bilan yaxshi ishlashadi. Bu menga ma'qul kelgan. Ularning jismoniy holati ustida ko'p ishladik. Avvaliga juda qiynalishdi. Anatoliy Vasilyevich, balki yetar, juda holdan toydik degan gaplarni ham eshitdim. Men chidash kerak. Chidang. Bu sizlarga keyinroq yordam beradi. Hali meni eslab yurasizlar derdim. Mashq davomida sportchilarga katta yuklamalar bermasangiz, yuksak natijalarga erishib bo'lmaydi. Yaqinda Namanganning Navbahor klubi murabbiyi Andrey Kanchelskis o'z intervyusida ba'zi viloyat hokimlari o'yinda qanday hisob qayd etilishiga buyurtma beradilar degan fikrni bildirdi. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Yo'q va yana yo'q. Bizda bunday holat bo'lmagan. Men o'zim kelishilgan o'yinlarga qarshiman. Bu mening hayotiy tutumlarimga umuman to'g'ri kelmaydi. Eng muhimi, vijdoningiz pok bo'lishi kerak. Futbol paytida nima ish bo'lmasin ham to'xtab turib, hammasini qoldirib turib, shu futbolga bolelshiklik qilardi. Televizordan imkoniyat bo'lmasa, radio qo'shilardi. Radio bo'lmasa, shu nervni qilib turib, kimgadir telefon qilib, hisob nima bo'ldi, ahvol qanaqa, kim, zamena kim, boshqa shu futbolga quruq tomoshabinda emas. Trener sifatida yondashardi, как menejer sifatida yondashardi, o'yinchini ko'ziman qarardi. Endi masalan mana 2011-yil shu Nasaf Osiyo Chempionlarning kubogini yutib olganda dadamni shunaqa bir baxtli kuni bo'lgan, bunaqa baxtiyor dadamni ko'rmagandim. Shundan keyin dada shu yil Nasaf uchun, mana shu komanda uchun juda omadli yil keldi. Shu yil shunaqa bir yutuqqa erishdinglar deganimda dadam menga qarab ozgina kulib qo'yib, "Bolam, bu yutuqqa bu yil emas, 11 yil, 12 yil hammamiz birgalashib, buni bir uy qurgandek fundamentdan boshlab, g'ishma-g'ish tomigacha yopgunimiz endi bu mevasini beryapti" deganda. Mana shu futbol kuni, futbol yaxshi rezultat komandamiz yutgandan keyin albatta hamma gunohlarimiz ham kechirilgan, nima so'rasak hammasi bo'lgan, ortig'i bilan bayram bo'lgan, shukrlar. Rahmat o'g'lim. Rostman. Nimaga rozisiz? O'zingiz bilmaslikka olmang o'g'lim. Bor gapni oyisiga aytganman. Ha. Xohlasangiz shu oyga to'yingizni ham o'tkazib beramiz. Rahmat dadajon. Ha, barakalla. O'g'lim ham o'zi zat kelishgan yigitda. Bir ham xushbichim ish qilib ko'rsamiz. Futbolda g'alaba bilan mag'lubiyat yonma-yon yuradi degan ibora bor. Shuning uchun ham Qashqadaryo viloyati sha'nini himoya qilayotgan Mash'al, Sho'rtan, Nasaf jamoalarida ham chiroyli g'alabalar va alamli mag'lubiyatlar bo'lgan. Bu holat viloyatda futbolni yanada baland cho'qqilarga chiqarish uchun yanada ko'proq mehnat qilishga undagan. Nomard, o'yna olmasang, o'rtaga tushib nima qilasan?
Keldingizmi adasi? Maaş aldın mı, olmadın mı, sen nima ishing bor? Voy, to'yni kim ko'zdichi? To'y? Qanaqa to'y? O'zi bu yog'i azir o'tiribdi-yu. Voy, azidan xudo asrasin. Bu safaringiz qizgan bo'lsa, endigi safar yutar. Shunga ham shunchalikmi? 2012-yilda Nurdin Zayniyevichning oxirgi kunlarida uchrashganman. U kishi xasta edi, lekin shunday bo'lsa-da, doimo nasaf haqida so'zlashni, nasaf haqida xotiralarni bot-bot takrorlashni xush ko'rardi. O'shanda aytdilarki, hali ko'rasiz, bu yil Ro'ziqulning bosh murabbiylikdagi birinchi faoliyati. Agar bronza medalni olsa, Ro'ziqul birinchi medalga ega bo'ladi deb aytardi. Va yana shuni qo'shimcha qildiki, biz futbol akademiyasini tashkil qildik. Muborakdan so'ng Qarshida. Qanday chiroyli qurganmiz, qancha did bilan izlanib, butun hali me'morchilikning so'nggi yutuqlari asosida barpo etganmiz. Vaqti kelib, hammani havasi keladigan kezlar keladi. O'shanda Qashqadaryo o'zbek futbolining rivojlanishiga hamon qadar hissa qo'shganligi bejiz emas deb yana bir bor dilingizda faxr, g'urur tuyg'usini tuysangiz ajab emas deb dildan qalbdan so'zlaganligi hali hamon ko'z o'ngimda turibdi. Zayniyev o'zbek futboliga, uning ravnaqiga, uning taraqqiyotiga hissa qo'shish bilan birga xalqimizni, vatanni sevishga, yurtni sevishga, o'zining mahallasini, o'zining kindik qoni to'kilgan elni, eldoshlarini qadrlashga o'rgatib ketdi. Ana shu yuksak tuyg'u bizni hamon olg'a intiltirmoqda. Sen uzoq yashaysan, hammadan ziyod. Hali toychoqlaring o'ynab yuribdi. Menichi shum ajal eshikda hayhot egarlangan otday kutib turibdi. Sen balki baxtlisan, umringda ko'klam, tunlar rang oladi hali sochingdan. Menchi nazaringda yovqur bo'lsam ham bir kunda 4 fasl kechar boshimdan. 100 yil yashab o'tar dunyodan birov, fursat manglayiga sololmas izlar. Yo'q, yo'q, yillar emas umriga egov, uni yimiradi beomon